Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz hozir sizlar bilan birgalikda ushbu led handlimizni birga yig'ish jarayonini bajaramiz. Birinchi navbatda biz ushbu handlimizni qutidan chiqarib olamiz. Ko'p mijozlarimizda ushbu handlimizni yig'ish jarayonida ozgina tushunmovchiliklar bo'lgani uchun biz hozir birgalikda ushbu jarayonni bajaramiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu mana upakovkada batareykasi chiqadi. Yangi upakovkani ochamiz. Bu led handlimizni hammasi yig'ilish jarayoni bir xil bo'ladi. Hech qiyinchilik joyi bo'lmaydi. Hammasi bir-biriga o'xshash. Patologga mahkamlanadigan kreplenyasi, kranshtayn deyiladi. Bu yerda E20 ta asosli patronlarimiz va ikkita trosel. Bittasi kolonkaga javob beradi, MP3 ga, bittasi led chiroqlarga. Va handlimizning lyustrani oyoqchalari, ya'ni zapchastlari chiqadi va pult. Va 220 ga simi chiqadi. Hozir endi boshlaymiz. Korpusga terib olamiz. Birinchi teradiganimiz bizda bo'ladi E20 ta asosli, ya'ni patronlarni ochib olamiz. Bu yerda hozir mana ko'rib turganingizdek ikki xil oyoqcha mavjud. Ikki xil oyoqcha, bittasi kalta, bittasi uzun. Uzun oyoqchalari esa kichkina ledga qotiriladi. Kichkina oyoqchalari esa katta ledga qotiriladi. Boshladik. 20 ta asosiy patronimizni patronlarni birinchi navbatda qo'yib olishim bu keyingi etapdagi ishlarga sizga qulaylik tug'diradi. Ko'rdinglar? Endi 14 kuch bilan, ya'ni 14 kalt bilan biz ushbu patronlarni sal mahkamlab olamiz. Mana mahkamlab oldik. Endi keyingi navbatimizda bizda ledlarni upakovkadan yechamiz. Ledlarni ajratib oldik, kattasi bilan kichkinasini. Endi bunga biz oyoqchalarini, ya'ni oyoqchasini ham ikki xil rezba joyi bor. Ya'ni kalta rezba joyi bor, uzun rezba joyi bor. Kalta rezba joyini biz led tomonga qotiramiz. Mana shuni o'tkazamiz. Ledlarimizni yonadigan tarafi asosan akrildan yasalgan bo'ladi va ichki qismi qora metall qismi bo'ladi. Bu metalldan. Qotirib bo'ldik. Endi buni biz korpusga qotiramiz. Korpusga qotirgandan mana korpusda ko'ryapsizlar, ikki xil teshikli joyi bor, bittalik teshik joyi bor. Biz buni ikkita teshikli joyiga qotiramiz. Hozir mana ko'rib turganingizdek, birinchi etapi, ya'ni katta aylanalarni yig'ib bo'ldik. Endi E20 ta plafonlarimizni simlarning uchini ochib chiqamiz va rangini rangiga, ya'ni ko'k rangni birlashtiramiz. Ko'k rangni birlashtiramiz. Ko'k rangni birlashtirib, mana shu holatda yaxshilab birlashtirdik. Va jigarrang rangni ko'ryapsizlar, mana jigarrang rangni ham birlashtiramiz. Ko'pchilik ushbu yo'riqnomasida yanglishyapti. Keyin biz bitta droselimizni, ya'ni kattasini olamiz. Kattasini oldik. Kattasida mana ko'ryapsiz, ikkita qizil sim chiqqan va ko'k bilan jigarrang sim chiqqan. Va bu yerda esa antenna, ya'ni pultga javob beruvchi antennasi bo'ladi. Ikkita qizil simni ochib olamiz. Ikkita qizil simni ochib bittasini
simimizni yana boshqa detallarimiz bor. Izolentani o'rniga shunaqa izolyatsiya ishlatamiz. Ozgina shuni qayirgan holda izolyatsiyani bunga joylashtirib, ombir bilan yaxshilab siqib qo'yamiz. Keyingisi ko'k simimizni yana bitta qizil simimizga, drosseldan chiqqan qizil simimizga ko'rasizlar. O'shanga boylaymiz. Yaxshilab boylab oldik. Uchini ozgina qayirib, yana xuddi shunaqa izolyatsiyamizdan foydalanamiz. Ombir bilan yaxshilab siqib qo'yamiz. Mana izolyatsiya bo'ldi. Bu ulandi. Endi keyingi navbat bizda bo'ladi. LED chiroqlarimizni bir-biriga zanjir sifatida ulash. Ya'ni bu yerda ko'rasizlar, mana drosseldan 4 ta sim chiqqan. 4 ta sim. Bitta, ikkita kanal. Bittasini olamizda, bittasiga aylanani o'zidan chiqqan ikkita sim bor. Bu ikkita simni bittasidan foydalanamiz. Ya'ni drosselga aylanadan chiqqan qizil simni kirgizamiz va uni orqasida undan keyingi drosseldan, to есть undan keyingi aylanadan yana bittasini olib, oq simini olamizda joylashtiramiz. Mana bo'ldi. Bu hozir bu aylana bilan bu aylana bir-biriga drosselga qotirildi. Mana ko'rasizlar, drosselga shtekeriga ulandi. Endi bularni biz bir-biriga, ya'ni zanjir qilamiz. Ketma-ketlikda zanjir. Ko'rdingizmi? Zanjir bo'ldi. Endi bular bir-biriga ulandi. Zanjir hosil bo'ldi. Bu yerda yana drosselimizda ikkita simimiz zapasda qoldi. Endi keyingi aylanalarga o'tamiz. Bu kichkina aylanamizga trubkamizni qotiramiz. Ichidan o'tkazib olamiz simini. Oxirgi ledimizni qotiramiz. Oxirgi ledni mana masalan qotirdik. Endi lustramizga bo'ldik. Endi yana boyagiday xuddi kattasida bajargan ishimizni kichkina ledlarda ham bajaramiz. Ya'ni ikkita ledda simini olamiz. Bittasini drosseldan chiqqan qizil simga ulaymiz. Bittasi mana bo'sh qoldi. Endi ikkinchi ledda qizil simini olib ulaymiz. Mana drosselimiz to'liq deyarli bir-biriga ulanib zanjir bo'ldi. Endi bularni hammasini birlashtiramiz. Ya'ni bitta qolgan drossel simini ikkinchi drossel simiga ulaymiz. Undan chiqqan simni yana boshqa drossel simiga ulaymiz. Drossel simini ulayotganingizda ham e'tibor berasiz. Mana bu yerda tilchasi bo'ladi. Ichkarisida ham, tashqarisida ham. Bir-biriga ulanayotganda tilchasi, ya'ni to'g'ri tushishi kerak. To'g'ri, bunaqasiga qilsangiz ham yonadi, bunaqasiga qilsangiz ham yonadi. Lekin teskarisiga qilib qo'yganingizda, imенно o'sha ulagan drosselingiz, ya'ni plus kelayotgan drossel, to есть sim, led boshqa rangda yonib qolishi mumkin. Chunki bu led 3 xil rangda yonadi. Mana bundoq ulaganimizda to'g'ri yonadi. Agar biz buni teskari olib qo'yadigan bo'lsak, qaysidir ledimiz, ya'ni kattasi yoki kichkinasi bizda boshqacha rang yonib qolishi mumkin. Limon yoki sariq. O'shanisiga e'tibor beramiz. Va oxirgi ulanadigan simimizni ulab oldik.
Buni drosselni tugatdik. Drossel tugatganimizdan keyin bizada kolonkani simi qolyapti. Kolonkani simi yana bitta drosselimiz bor edi. Bu shunga ulanadi. Bunda ham xuddi shunaqa tilchasi bor, mana ko'ryapsiz. Bu ham bu yoqda kolonkadan kelgan simda o'zini sabachkasi bor. Bir-biriga mana shunaqa ulanadi, ya'ni ovoz bilan. Tiq degan ovoz ulanadi. Ulangandan keyin kolonkadan chiqqan sim qora va qizil sim. Buni biz ozgina ochib olamiz. Ozgina ochib oldik va katta drosselimizdan chiqqan simni ham, ya'ni ko'k bilan jigarrang simni ham ozgina ochib olamiz. Mana ochib oldik. Endi qora simni, qizil simni birlashtirish uchun biz ikkinchi drosseldan kelgan jigarrang simni qizil simga birlashtiramiz. Mana ko'ryapsizlar, ikkita drosseldan chiqqan ko'k sim va jigarrang simni kolonkadan kelgan ikkita qora bilan qizil simni qizilini tanlab jigarrangiga birlashtiramiz. Jigarrangiga birlashtirdik. Endi korobkamizdan chiqqan yana bitta mana bunaqa simimiz bor. Buni ham ozgina ochib olamiz edi. Ochib olib, mana shu simga birlashtiramiz. Boyagi qizil bilan jigarrang ulagan simimizga birlashtiramiz. Birlashtirdik. Ozgina uchini qayirib va izolyatsiyamizni qotiramiz. Keyingisi xuddi shundan chiqqan qora simni, drosseldan chiqqan qora simni, drosseldan chiqqan ko'k simga birlashtiramiz. Sariq simni ham birga qo'shib. Ozgina uchini qayirib izolyatsiyamizni o'rnatamiz. Lyustramiz deyarli sborkasi tayyor. Hamma o'ylayman shu birgalikda bajardi. Xursandman. Endi buni yoqib tekshirib ko'ramiz. Bu joyi esa 220 ga, ya'ni sizni xonadoningizda 220 patologdan chiqqan simga mana ko'rdinglar, chirog'imiz yondi. Mana shu holatda yonadi. Endi bunga pultini tekshiramiz. Ya'ni hamma rangi bir xil yonyaptimi? Xonadoningizda o'rnatayotganingizda iloji boricha mana ko'rayotganingizda pultda antennasi bor. Bu antennasini mana shu joyda teshikchasi bor, ko'rayotgan bo'lsangiz. Mana shu teshikchalardan, dumalog'idan ozgina mana shuni chiqarib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Mana shuni ko'rinib turishi kerak. Sababi bu ichida qolib ketsa, pult yaxshi ishlamaslik oqibatiga olib keladi. Ya'ni o'sha ichida elektr maydon hosil bo'lib, pult amix bilan ishlaydi. Buni qotirayotganingizda mana shu teshikchaga tiqib qo'yasiz. Va biz ranglarni o'zgartirib ko'ramiz. Mana 3 xil rangimiz yonyapti. Nachnoyimiz ishlayapti. On off'imiz ishlayapti. Pultimizda barcha funksiyalar ishlayapti. Endi buni через telefon orqali Bluetooth'ingizni yoqib ulashingiz mumkin va qo'shiqlarni tinglashingiz mumkin. Qandilimizni yig'ib oldik bemalol. Mana endi xuddi shu sxemada oqini ham yig'sangiz bo'ladi. Mana orqamizda oqlari mavjud. Bu kronshtaynni biz patologga qotiramiz. Patologga qotirganimizdan keyin bu kronshtaynga qandilimiz, ya'ni lyustramiz qotiriladi. Qotirayotgan paytimizda albatta ushbu antennaga e'tiborliroq bo'lamiz. Bu teshikchadan, boya ko'rsatgan teshikchamizdan обязательно chiqarib qo'yishimiz kerak antennasini, чтобы pultimiz yaxshi ishlashi uchun. Like bosish, podpiska bo'lish esingizdan chiqmasin. Ushbu qandillarni siz bemalol Uzum marketdan yoki bo'lmasa Yandex marketdan xarid qilishingiz mumkin.